Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, navbatdagi darsimiz psixologiya darsidan 20-chasining ikkinchi yarmida yangi yo'nalishlarni yuzaga kelishi. Xo'sh, endi o'tgan darslarda o'zi psixologiya fanni mustaqil fan sifatida rivojlanishiga zamin yaratilganligini ko'rishimiz mumkin. Sizlar mustaqil o'zlashtirishlar natijasida ham shunaqa jihatlarni ko'rdinglar. O'sha Vilgin Vondni o'sha dastlabki laboratoriyalari psixologiyani mustaqil fan sifatida rivojlanishiga turtki bo'ldi va keyinchalik mana shu asosda yangi yo'nalishlar, psixologiyani oqimlari yuzaga kelganini ko'rish mumkin. Bugungi darsimizda 20-chasi ikkinchi yarmidagi yangi yo'nalishlarni tasnifi bilan ko'rib chiqamiz. Bu birinchi navbatda gumanistik psixologiya, unga oid bo'lgan nazariyalar, e, Rojers va keyinchalik Franklinning psixoterapevtik va nazariy konsepsiyasi, genetik psixologiyaga bu yerda to'xtalib urg'u berib o'tamiz. Gumanistik psixologiyani umumiy tavsifi, ya'ni u qanday yuzaga keldi, u nimalarni o'zi bilan birga olib yuradi, ya'ni namoyon etadi, qaysi jihatdan psixologiyani tasniflashga urinadi. Birinchi nazariyalarini, bu yo'nalishni ko'rib chiqamiz. Bu yo'nalish eksistensializmni falsafiy g'oyalariga asoslangan hisoblanadi. Vaqt, hayot, o'lim, ozodlik, mas'uliyat, tanlov huquqi, shaxsdagi muloqot, his qilish, sevgi, hayot mazmunini anglash muammolarini o'rganishga qaratiladi. Endi bu yerda o'sha gumanistik yo'nalishning asosiy tamoyillari psixolog va mijoz uchrashuvi, ikki har xil kishilarning uchrashuvini bu yerda tasvirlaydi. Agarda psixolog mijozga o'zini asl his-tuyg'ularini anglashga, uni qabul qilishga, o'z his-tuyg'ularini va namoyon qilishga imkon yaratib bera olsa, mijoz muammolari o'z-o'zidan hal bo'ladi degan qarash mavjud. Ya'ni bu yerda psixologni roli bu oyna kabi, uni to'g'ri, obyektiv tarzda ko'rsata olish imkoniyati bilan belgilab ko'rsatyapti. O'z hayot tarzi, fikr mulohazalari, xulq atvorlarni tanlashga mijoz o'zi mas'ul bo'ladi. Chunki bizlar bilamiz, o'sha kasbiy psixologiyada psixologning asosiy tamoyillarida unga qo'shimcha tazyiq, manipulyatsiya emas, ya'ni shaxsni o'zini bor vaziyatidan kelib chiqib to'g'ri xulosalar qabul qilish, yo'naltirish imkoniyatlarini namoyon etishi kerak bo'ladi. Bu psixologik tamoyillardan hisoblanadi. Endi bu yerda Karl Rogers va Viktor Franklinning psixoterapevtik nazariy va nazariy konsepsiyasi. Rojers o'sha Amerika psixologi, o'sha bu gumanistik nazariyalar asoschisi bo'lgan Abraham Maslow'ni qatorida turadi. Ya'ni bilamiz, bundan avvalgi darslarda, bu darslarda o'zlashtirishimiz kerak bo'lgan jihatlardan bittasi o'sha Abraham Maslow shaxs ehtiyojlar iyerarxiyasiga urg'u berganini. Demak, albatta buni o'rganib olishimiz kerak, sababi u psixologiya olamida, zamonaviy psixologiyada muhim ahamiyat kasb etadi. Demak, Rojers ham o'sha gumanistik psixologiyada o'zini o'rniga ega va yetakchilaridan biri hisoblanadi. Shaxsni fundamental asosini men konsepsiyasi deb hisoblagan. Ya'ni uni asli mohiyati, fundamental asosi bu yerda men konsepsiyasi bilan belgilashini tushuntirib o'tganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Rojers direktiv psixoterapiya yaratishga katta hissa qo'shdi va u shaxsga yo'naltirilgan psixoterapiya deb nomlandi. Bu yerda Viktor Frankl bu yerda psixoterapiyada o'zi uchun yangi yo'nalish ochilgan olimlardan hisoblanadi. Ya'ni uni zamonaviy chet el psixologiyasida logoterapiya sohasi rivojlanishini avstriyalik psixolog bo'lib namoyon bo'lgan. U logoterapiya, ya'ni mantiq orqali, hayot mazmunini tushunish orqali, o'zini hayot yo'sinini anglash orqali mijozni psixologik qo'llab-quvvatlashga imkon bo'lgan shaxslarni davolashni yo'lga qo'ygan va o'sha logoterapiyani asos sifatida ko'riladi. O'sha konslagerlarida insonlarni kuzatib, ularni o'sha psixologik jihatdan dalda bo'lish uchun bu yerda
ishlab chiqgan terapevtik vositalar keyinchalik o'sha logoterapiya sohasiga biriktirilgan. Viktor Frankl uchinchi Vena psixoterapiya maktabining asoschisi hisoblanadi, deyapti. Birinchisi Freydni psixoanalizi, ikkinchisi Adlerni individual psixologiya maktabi, uchinchisi esa logoterapiya bo'ldi deb o'sha pedagogik adabiyotlarda o'sha zamondoshlarini ilg'or fikr vakillari tomonidan bu narsa aytilganini ko'rish mumkin. Logoterapiya psixoanaliz va individual psixologiyada inson xulqini motivlari asosida talqin qilish bilan farqlanadi. Endi bu yerda birinchi navbatda shaxsni, insonni xulqini, motivlarini birinchi o'ringa qo'yganligi bilan, demak, boya aytib o'tganimizdek, psixoanaliz va individual psixologiyadan ajralib turadi. Viktor Franklni ta'kidlashicha, inson uchun avvalo o'zini mavjudligi, mohiyatini anglab olish zarur. Zero aynan mohiyatni izlash, anglash insonlikni asl belgisi sifatida bu yerda namoyon bo'ladi, deyapti. Psixoanaliz, gumanistik psixologiya va boshqa shaxsni psixologik konsepsiyalarini zaif tomonlari borasida Frankl aniq tanqidiy fikr bildiradi. Ya'ni biz yuqorida ta'kidlab o'tayotganimizdek, uni yo'nalishini, uni asosiy nazariyalarni yo'nalishi shaxsni o'sha o'zini hayotini anglashi, tushunishi va bu bo'yicha ma'lum anglangan xulosalarga ega bo'lishligiga yotadi, deydi. Endi bu yerda bu oqimlar bilan bir qatorda Yevropada, o'sha Amerikada, umuman olganda bir nom bilan g'arb mamlakatlarida genetik psixologlar yuzaga keldi. Genetik psixologiya bu yerda yunoncha ruh genetik kelib chiqishi, psixologiya va genetika kesishmasi orasida yuzaga kelgan bir nuqta soha sifatida o'sha genetik psixologlar yuzaga keladi. Ular xulq-atvor genetikasi atamasi g'arb adabiyotlarida keng qo'llaniladi ularni. Psixogenetikani predmet inson psixik xususiyatlarini bilish funksiyasi, temperament yoki bo'lmasa shaxsni xususiyatlarining boshqa jihatlari o'zaro bog'liqligini shakllantiradi va ular ersigan va atrof muhitni o'zaro ta'siri deb baholaydi. Ya'ni bu genetik psixologiyada insonga atrof muhit ta'sirini mutlaqo inkor etmaydi va shu bilan birga irsiy omillarni mavjudligini ham bu yerda ko'rsatib o'tadi. Ko'proq o'sha irsiy omillar deb belgilashini ham bu yerda guvohi bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Qanaqadir psixologiyaga oid kasalliklar, miya ritmi, aqliy rivojlanish tempi, boshqa jihatlarni o'sha irsiy omillar bilan birga keltirib ko'rsatganini ko'rish mumkin. Psixogenetika asosiy metodlar aholini kuzatish, eksperimentlar, genealogiya, boqib olingan bolalar va egizaklar metodi orqali ular o'zlari uchun kerakli bo'lgan, o'zlari nazariyasiga oid ma'lumotlarni yig'ganligini ko'rishimiz mumkin. Egizaklar metodi, bu metodda o'sha bir xil egizaklar, bir xil genotiplar va dizigotalik deyapti, nosimetrik bo'lmaganligiga asoslanadi. Shu bilan birga har qanday turdagi juft a'zolar xuddi shunday mehribonlik muhitiga ega bo'lishi kerak. Shunda monozigotali egizaklarni dizigotalik bilan taqqoslaganda o'xshashligi, o'rganilgan belgini o'zgaruvchanligi haqida irsiy ta'sirlarni ko'rsatishi mumkin. Egizaklar metodidan tashqari genealogik usul bor. Bu turli avloddagi qarindoshlar o'rtasida o'xshashliklarni o'rganadi. Ya'ni albatta bu o'xshashliklar gen tarkibida mavjudligini bu yerda tavsiflab o'tadi. Mana bu ma'lumotlar, ya'ni genetik psixologiya yoki bo'lmasa Viktor Franklning o'sha gumanistikka oid qarashlarida yuzaga kelgan logoterapiya, o'sha gumanistik yo'nalish, assotsiativ yo'nalishlar bu 20-asrda yuzaga kelgan o'ziga xos yangi yo'nalishlar sifatida ko'rsatilishi mumkin. Bularni umumiy tavsifi, faoliyat sohasi yo'nalishlarini, demak, kengaytirilgan tarzda biz ma'ruza matnlarini modulga joylaganmiz. Ular bilan albatta tanishib chiqib, joylangan topshiriqlarni bajarib qo'yish, demak, talab etiladi. Bu orqali siz bugungi mavzuni yana ham mustahkamlab borgan bo'lasiz.